Akalar, sizlarda umurtqa pog'ona sohalarida ish qilayotgan holatda yoki uzoq turgan holatda belinglarda qotib qolish, oyoqlarda umuman yurishga bosa olmaydigan holatga tushib qolyapsizlarmi? Unda kuzatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun sizlar bilan disk kirji kasalligi uchun uy sharoitida bajaradigan mashqlarimizdan yangisini ilindim. Mana shu mashqlarimizni ish sohasida yoki uy sharoitida ish jarayon paytida ham bajarishingiz mumkin. Bu mashqlarimiz ko'pchilik bizga savol beradi. Yosh kattalar uchun qanday oson bajarilishiga udobniyroq mashqlardan bering Dilshodbek deyishadi. Bu mashqimizni yoshlari ham, yoshi katta bemorlar ham bajarishga qulay mashqimiz bo'ladi. Sizlar uchun ilinayapman bu mashqni. Kuzatamiz. Agar mashqim yoqadigan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga mashqim haqida o'z fikringizni bildirib qo'yasiz. Xo'p, bu kasallik o'zi aslida umurtqa pog'onalarimizda qisilishlikdan, umurtqa pog'onalarimiz nervlar shamollash, yallig'lanishdan asosiy kelib chiqadigan asoratlar mana shu grija kasalligi bo'ladi. Bu narsani bu grija kasalligimiz nervlarimizni qisilishdan, ya'ni sedalish nervimiz tortishidan buksalarimizda og'riq, oyoqlarimizda tortish kuzatiladi. Disk grija kasalligidan tashqari umurtqa pog'onamizda yana o'nlab turlari bor kasalliklarni, osteoporoz kasalligi bor, skolioz kasalligi bor, lordoz, kifoz, sanapkesiz, retrolisiz, antilisiz, spondyloartroz, spondilez turlar juda ko'p kasalliklar. Eng ommalashgani bu, ularning orasidan disk grija kasalligi hisoblangani uchun biz sizlar bilan disk grija va boshqa turlari uchun ham ta'sirlarini, effektini beradigan mashqni ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu holatda umurtqa pog'onalarimizni mashq qilishdan asosiy maqsad qisilishligini ochish oralarini. Umurtqa pog'onamiz oralarini ochganimizdan keyin chiqqan churi ichkari kirishga harakat qiladi. Xo'p, sizni bel sohasida qotishlik, buksalarimiz bilan oyog'imiz orqa taraflarida mana shunday oyoqlarimizni, barmoqlarimiz uchigacha uyushli holatlarda uy sharoitida bajarib beramiz. Bu holatda siz kravatdami, so'rizdami, qandaydir mana shunday holatda, tizdalagan holatda, qo'llarimiz mana shunday distansiya saqlagan holatda bajaramiz. Bu bajarilayotgan mashqlarimizni ahamiyat bering. Nafaqat L5S1 umurtqa, hattoki ko'krak qafas bo'yin sohamizgacha effekti bo'ladi bu mashqimiz. Bajarib beramiz. Sekinlashtirilgan holatda. Mana shunday, mana ushagan holatda, kravat ushagan holatda orqaga tisarilib o'zimiz tashlaymiz. Bo'ynimiz cho'zib mana shunday. Mana. Bu ko'krak qafas uchun ta'sirini beradigan mashqimiz. Xo'p, endi ko'krak qafasimizni ko'tarib, bel sohamizni mana shunday bo'ynimiz bilan, boshimiz bilan tevaga qaraymiz mana. Bu bel soha uchun. Ko'ryapsiz, ko'krak qafas uchun va bel soha uchun bajarilyapti. Sekinlashtirilgan holatini ko'rsatyapman. Ko'krak qafasga, belga, ko'krak qafasga, belga, ko'krak qafasga, belga, ko'krak qafasga, belga, ko'krak qafasga, belga. Mana shu holatni siz o'zingiz imkoningizcha, misol bitta minutda belgilab qo'ysam, noto'g'ri bo'lib qoladi. Kimdadir 5 minut bo'lishi mumkin, kimdadir 2 minut bo'lishi mumkin. Og'riq kuchli paytda qilmasligingizni tavsiya beraman. Chunki sizda og'riq bo'lgan paytda mana shu mashqlarni har xil turini bajarsangiz, sizda og'riqlar kuchayib ketib qolishi mumkin. Ana shuning uchun og'riqlar pastlagan paytda o'zingizga qulay vaqtda bajarasiz. Soat kechki payt 8 da desam, kechki payt 8 da qilmanglar. Balkim sizda og'riqlari soat 6 da bo'lmasligi mumkin. Qandaydir o'zida pakoy bo'ladi. Balkim 10 da bo'lishi mumkin. O'zingizga qulay vaqtda bajarasiz demoqchiman. Xo'p, bel soha umurtqa pog'onalari uchun bajardik. Endi sedalish nervimiz tortayotganda buksalar uchun bajaradigan mashqimiz. Bu holatda siz stuldan yoki kravatdan foydalanishingiz mumkin. Yana shu o'rindiqqa yana biz mana shunday oyoqlarimizni mana shunday qo'ygan holatda bajaramiz. Kuzatamiz. Oyoqlarimizni uzoqlashtirgan holatda orqaga tashlaymiz. Ko'ryapsizmi mana? Mana. Bu holatda buksamiz bilan mana shu sonimiz orqa tarafdan o'tgan sedalish nervlarimiz cho'zilish jarayon bajarilib beradi. 1 2 3 chap tarafda. 1 2 3. Balkim siz ustutgacha olib chiqarsiz. Xo'p, endi oldiga 1 2 3
Yana oyog'imizni qo'yamiz, chap oyog'imizni. 1 2 3. Bu hozirgi mashqimizda sedalish nerv uchun, ya'ni oyoqlarimizni tortishish bo'layotgan paytda mana shu mashqimizni tavsiya beraman. Ko'rib o'tdingiz, hozir umurtqa pog'onamiz uchun mashq bajardik, bel soha va ko'krak qafas sohasi uchun va sedalish nervimiz tortayotgan paytda bajaradigan mashqni bajardik. Mana shu mashqlarimizni bir kunda 2 mahal bajarishingizni va o'zingizga qulay vaqtlarda, qulay muddat va oralig'ida bajarishingizni tavsiya beraman. 5 minut, 10 minut deb sizni nagruzkaga qo'ymaymiz va mana soatga, mana paytga deb ham tavsiya bermaymiz. O'zingizga qulay, o'zingizga osonroq nagruzka bermaydigan vaqtda bajarishni tavsiya beramiz. Xo'p. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'yasiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki kelasi yangi mashqlarimiz va bemorlar bilan suhbatlashishimizni kuzatib borishingiz uchun. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling.